Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ayni damda siz jarayonda teledasturining navbatdagi sonini tomosha qilmoqdasiz. Bugun jonli efirning kadr orti jarayonlarini Mohinur Bekmatova sizga yoritib beradi. Bugungi jarayonda ko'rsatuvimiz boshqa sonlarga nisbatan ajralib turadi. Sababini esa bir necha daqiqalardan so'ng bilib olishingiz mumkin. Tayyormisiz? Unda qani ketdik. Urganch davlat universiteti filologiya va san'at fakultetida yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelayotgan ustozimiz Komiljon Abdurimov Hozirda birinchi taym, ya'ni birinchi qismimiz o'z nihoyasiga yetdi. San'atkorimizdan esa birinchi qism qanday o'tganliklarini so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qanday? Kayfiyatlarimiz yaxshi, a'lo darajada. Birinchi qism siz uchun qanday bo'ldi? Hayajonlaringiz bo'ldimi? Albatta hayajonsiz bo'lmay turibdi har bir qo'shiqimiz. Nimaga deganda ustozlarni ijodlariga qo'l urganimiz uchun ham ularni hayajoni kuchli bo'lib turibdi men uchun. Shuning uchun bu dasturimizda ham hayajon kuchli menda. Bizga aytib o'tishdi, siz ilm yo'lida va san'at yo'lida ekansiz. Siz uchun yuragingizga eng yaqini qaysi biri? Men uchun ikkisi ham bir xil. Ya'ni ikkisini bir xil ko'rasiz. Albatta, albatta. Birinchi qismimizda qanday xatoliklarga yo'l qo'ydingiz? Hayajon tufayli qo'shiqlarda bir yarim xatoliklar ketdi, bilaman. Buning uchun oldindan uzr so'rab qo'yaman. Siz o'qituvchisiz, o'quvchilaringizga bu jarayonni qanday qilib tushuntirib bera olasiz? Endi bu jarayonni bevosita jonli efir bo'lganligi uchun ham tirik jonimiz endi har holda hayajon tufayli bir yarim kamchiliklarga yo'l qo'yamiz. Buni albatta tan olishimiz ham kerak. Lekin yoshlarga ta'lim tarbiya berish jarayonida o'rgatadigan har bir qo'shiqimiz bo'lsin, asl holida o'rgatishga harakat qilamiz albatta. Rahmat javobingiz uchun. Sizningcha san'atkor xato qilishga haqqi bormi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, albatta xato qilishga haqqi yo'q. Nimaga deganda bu qaysi bir san'atkor bo'lsin, shundan keyingi avlod o'rganadi. Sizning hozirgi hayajoningiz jonli efir orqali bo'ldi. Shunaqa? Albatta. Jonli efirni mas'uliyati ham shunda shu jonli efirga chiqishdan oldin har kim o'z ustidan muntazam ishlab borib, to'g'ri yo'ldan adashmasdan ijro qilishni talabdorimiz o'zimiz ham. Bu jonli efirning mas'uliyati bu. O'zi mana shu jonli efirga qancha vaqt tayyorgarlik ko'rdingiz? 15-20 kun bo'lib qoldi. Tayyorgarlik ko'ramiz. Ustozlarning ijodlariga qo'l urib, shu asarlarni xalqimizga yetirish uchun ustozlarimiz bilan, ansamblimiz bilan tayyorgarlik jarayonlari bo'lib o'tdi. Keyingi qismlarda muxlislarimiz uchun qanaqa yangiliklar qilib kelgansiz? Yangiliklarimiz hozircha ko'p. Xudo xolasa bir-biridan ijro qilib boraveramiz. Bugun ko'rsatuv asosan farzandlarimizdan olib kelganmiz. Ularning jonli efirga ilk marotaba chiqishi. Ya'ni ular ham chiqish qilib o'tishadi. Albatta, xudo xolasa. Sizga esa ko'rsatuvimiz davomida omad va zafarlar tilab qolamiz. Rahmat, katta rahmat. Muhabbatin chizig'idan chiqolmayman. Yelkamdagi hijron uchun yiqolmayman. Parokanda hayollarim surolmayman. Hammaga keng dunyoga men sig'olmayman. Meni eng hayron qoldirgan jarayonlardan biri 6-sinf o'quvchisi ustoz san'atkordek qo'shiq kuylagani bo'ldi. Menimcha bu sizni ham ajablantirgan bo'lishi kerak. Ağlatına bendedir, ağlara serviravan. Lâlına bin aşk ediyem, seyir bağırkan. Çünkü seven sahneden, olsa yüzü gül paşa.
efirda jonli ijro ko'rsatuvining bu soni ham an'anaga binoan Xorazm lazgisi ila o'z yakuniga yetdi va hozir esa san'atkorimizdan ko'rsatuv qanaqa bo'lganliklari, hayajonlari haqida bilib o'tamiz. Ko'rsatuv qanday bo'ldi? Ko'rsatuv har galgidin bizlar uchun shu mas'uliyatli deb bilaman ko'rsatuvni. Shu ko'rsatuv davomida aytib o'tganimizdek, shu jonli ijroning mashaqqati shuni his qilgan holda ijro qilishga harakat qildik. Kamchiliklari bo'lsa, endi oldindan ming bor uzr so'raymiz. Kamera orqasida biz kuzatib turdik. Telefon qo'ng'iroqlari umuman tinmadi. Juda ham ko'p bo'ldi. Xabarnomalar ham juda ham ko'p bo'ldi. Bu sizning eng katta yutuqlaringizdan biri deb o'ylayman. Rahmat. Shu qo'llab-quvvatlab, bizning sha'nimizni bildirib turgan har bir muxlisni e'tirofi biz uchun muqaddas hisoblanadi. Rahmat hammaga. Efir davomida eng ko'p hayajonlangan qo'shig'ingiz qaysi biri bo'ldi? Har bir qo'shiqni o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Har bir qo'shiqda bir dunyo ma'no bor. Shuning uchun ham shuni to'g'ri ijro qilishga harakat qildim. Har qaysisining o'ziga yarasha mas'uliyati bor albatta. Aha. Hozir sizga shunday imkoniyat beramiz. Ota-onangiz bilan bog'lanib, ular televizor qarshisida, ular ham tomosha qilib o'tirgan bo'lishi kerak. Ulardan o'z fikrlarini so'rab bilib olsak bo'ladimi? Albatta, bemalol. Hozir unda bog'lanamiz. Marhamat, telefon qilishingiz mumkin. Ko'rsatuv yaxshi o'tdimi aka? Ajoyib. Ha, yaxshi. Ko'rsatuv haqidagi fikr mulohazalaringizni aytsangiz. Ko'rsatuv yaxshi o'tdi. Aha. Ko'rsatuvni ijodkorlari rahbariyatiga katta rahmat. Unda ishonib qo'yilgan. Salomat bo'ling. Sanam ishlaringizga ovozingizga ovoz qo'shilsin. Rahmat. Sana gap yo'q. Rahmat, katta rahmat. Qaysi qo'shiq yaxshi chiqdi bugun ko'rsatuvda endi? Hammasi yaxshi chiqdi. Menimcha. Aha. Kelajak ham yaxshi chiqdi. Ha, yaxshi. Ko'rsatuvimiz so'ngida jarayonda muxlislar uchun o'zingiz yoqtirgan bitta musiqani xirgoya qilib bera olasizmi? Albatta xirgoya qilamiz. Men kimga aytay do'stlarim, devona qildi ishq meni. Satpora qildi yuragim, devona qildi ishq meni. Devona qildi ishq meni. Katta rahmat. Ko'rsatuvimizda ishtirok etganligingiz uchun ham sizga katta rahmat deb aytamiz va san'at olamida sizga ulkan parvozlar tilab qolamiz. Katta rahmat sizlarga ham, Foto kanal muxlislariga, xodimlariga alohida rahmat. Ishlaringizga rivoj. Mana shunday jonli efirdan hech qachon charchamanglar deb qolaman. Bugungi jonli efirimiz boshqa jonli efirlardan katta farq qildi. Sababi esa mehmon san'atkorimizning o'g'illari ham chiqish qildilar. Ulardan hozir o'z fikrlarini bilib olamiz. Feruzbek, kayfiyatlaringiz qanday? Rahmat, avvalambor assalomu alaykum, hurmatli TTV muxlislari. Bugungi ko'rsatuvda hayajonlaringiz bo'ldimi? Boshida sal hayajon bo'ldi, keyin yaxshilashib ketdi. Eng birinchi kuylagan qo'shig'ingiz esingizdami? Eng birinchi kuylagan qo'shig'im Ortiq Atajonovning Umr o'tar qo'shig'i edi. Umr o'tar. Mana shu qo'shiqdan bizga hozir jarayonda muxlislar uchun ozgina xirgoya qilib bera olasizmi? Albatta. Aha, marhamat sizga. Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring, holim so'rashlaring. Katta rahmat, ovozingizga ovoz qo'shilsin deymiz. Ana endi dadangizga to'xtalib o'tsak, dadangiz sizni ijod olamida sizga eng ko'p motivatsiya berib turadigan insonlardan birimi? Albatta, san'atga kirib kelishimga ham dadam sababchi. Yoshligimdan beri qo'shiq aytishni, doira chalishni o'rgatib keladi.
Dadangiz sizga eng ko'p nimalarni o'rgatadi va nimalarni o'rgatishini xohlagan bo'lar edingiz? Menga dadam ko'proq qo'shiq aytishni o'rgatadi. Bundan keyin ham ko'proq qo'shiq o'rgatishini istagan bo'lar edim. Katta rahmat aytamiz javoblaringiz uchun. Bundan keyin ham sizni katta ekranlarda ko'rib qolishni tilab qolamiz. Rahmat. Shunday qilib, bugungi ko'rsatuvimiz ham mana shunday pozitiv kayfiyat ila o'z nihoyasiga yetdi. Yana keyingi ko'rsatuvlarimizda, jarayonda ko'rsatuvda, jarayonda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.